BTS comebackida kiygan liboslari qancha turadi? Bilasizmi, comeback konsertidan bir kun oldin ham ularning kostyumlari to'liq tayyor bo'lmagan ekan. BTS o'zlari ambasadorlik qiladigan brendlarini yoki Yevropa brendlarini emas, balki koreys dizaynerini tanladilar. Maqsad har bir detal orqali koreys qadriyatini yetkazish edi. Bu yonda shu albom nomidan tortib sahnadagi tashqi ko'rinishgacha to'liq aks etdi. Atigi 2 oy ichida dizayner ruhiy va estetik himoya timsoli konsepsiyasini yaratdi. Bu kostyumlar oddiy idol obrazini emas, balki bosim, tanqid va global sinovlardan o'tgan insonlarni ifodalashi kerak edi. Shu sababli har bir obraz shunchaki chiroyli emasdi. U omon qolish, kuch va san'at haqida edi. Va yana har bir kostyum 5 qavatdan iborat edi. Bu albatta noqulaylik tuyuladi, lekin konsert ochiq maydonda o'tgani uchun kiyim almashtirish imkoni yo'q edi. Shuning uchun e'tibor bergan bo'lsangiz, kostyumlar sahnaning o'zida qatlam-qatlam ochilib bordi. Har bir a'zo uchun alohida dizayn tayyorlangan bo'lib, ularning uslubi an'anaviy koreys kiyimlari hamda Choson davridagi harbiy liboslardan ilhomlanilgan. Kostyumlarda Choson davri elementlari zamonaviylashtirildi va sahnada erkin harakat qilishlari uchun moslashtirildi. Bu konsepsiya faqat 7 a'zo uchun emas, balki sahnadagi barcha 80 nafar ishtirokchi, raqqoslar, musiqachilar va ijrochilar uchun ham yaratilgan.